Yana bir hafta ortda qoldi. Xo'sh, iyun oyi boshi O'zbekiston xalqi uchun qanday keldi? Prezident Shavkat Mirziyoyev qanday siyosiy yurishlarni amalga oshirdi? Bu savollarga javob berish uchun dayjestimizni boshlaymiz. O'zbekiston chindan ham quyoshli yurt. Bu yilgi yoz mavsumining jaziramasi hech bir mamlakatni, shaharni shu tariqa chetlab o'tmadi. Iyun oyining oxirlarida 43-46 darajada issiq bo'lgan bo'lsa, iyul boshida yog'ingarchilik bilan dehqonlarimizni siyladi. Tabiat o'z vazifasini bajaryapti. Biz norozilik bildira olmaymiz. Ammo jahon chempionatida birinchi marta ishtirok etayotgan yosh futbolchilarimizga izohlar orqali noroziliklar ko'p. Yana takrorlaymiz, kommentariyalar orqali. Prezident 30-iyul yoshlar kuni munosabati bilan o'tkazilayotgan bayram tadbirlarida bo'layotgan holatlarni bilgan holda xalqqa murojaat qildi. Qadrli vatandoshlar, milliy terma jamoamizning jahon chempionatidagi ishtiroki to'g'risida turli fikrlar bildirish va men internetda ham ko'rib turibman, har xil gaplar meni albatta bezovta qilyapti. Shuning uchun bugun o'z fikrlarimni aytmoqchiman. Bir narsani bilgan, vatanimiz sharafini himoya qilgan terma jamoamiz a'zolariga ortiqcha his-tuyg'u bilan e'tiroz bildirish, ulardan ayb qidirish xalqimizga xos emassak, bu ham to'g'ri bo'ladi. Nimaga sizlarni oldlaringda aytayapman, bu sizlarni komandalaring, sizlar jang qildilaring. Shuning uchun yoshlar bularni ham tarafini olishlari kerak. Shuning uchun hamma har xil gapirishiga bizga yarashmaydi bu. Chindan ham chempionatda yomon natijani qayd etmadik. Shomurodov Messi va Mbappeni ortda qoldirdi. Eldor Shomurodovning Kongo darvozasiga urgan goli FIFA muxlislarining ovoziga ko'ra Jahon chempionati 2026 guruh bosqichining eng chiroyli goli deb topildi. 1-iyul kuni terma jamoamiz samolyoti Toshkentga qo'ndi. Futbolchilarimiz kutib olish tadbiri, ularga prezidentimiz tomonidan berilgan sovg'alardan uyalgani haqida ham intervyular aytib o'tdi. Ochiq aytaman, kutmadik. To'g'ri, bizga ham to'g'risi hayron qoldik o'zimiz ham. Prezidentimiz qo'llab-quvvatlaganlaridan keyin bu narsalar tashkillashtirildi albatta. Bizni kayfiyatimizni ko'tarishga harakat qilishdi, lekin ochig'ini aytaman, bizga ozgina noqulay bo'ldi. Faqat menga, boshqa futbolchilarga ham. Biz guruhdan chiqmadik. Biz g'alaba qozonmadik. Bizni shunaqa kutib olishyapti. Bizga juda noqulay bo'ldi. Nima sababdan bizni bu darajada, futbol qilib aytganda e'zozlashyapti. To'g'ri, biz jahon chempionatida chiqdik, ishtirok etdik, bu birinchisi. Lekin qo'llab-quvvatlovga katta rahmat. Prezident qoraqalpog'istonlik muhandis qizga elektromobil sovg'a qildi. 30-iyun yoshlar kuni munosabati bilan Toshkent Olimpiya shaharchasida o'tkazilgan bayram tadbirida iqtidorli yoshlar prezidentga o'zlarining innovatsion loyihalarini taqdim etdi. Tadbir davomida kelajak muhandislari xalqaro festivali doirasidagi yangi avlod avtomobillari yo'nalishi g'olibi Nukus davlat texnika universiteti talabasi Ayzada Asanova prezident sovg'asi Volkswagen avtomobili bilan taqdirlandi. Nukus shahri uchun 32 dona avtomobil olib kelinmoqda. Nukus shahri aholisiga sifatli jamoat transporti xizmatini ko'rsatish yo'lga qo'yish, harakat tarkibini yangilash, yo'lovchilarga qo'shimcha qulayliklarni yaratish maqsadida Faiz Avangard mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan 32 dona avtobus olib kelinmoqda. Aytib o'tish joizki, hurmatli prezidentimizning jamoat transport xizmatini rivojlantirish yo'nalishida qabul qilingan qarorlari bilan brutto shartnomasi, ya'ni bosib o'tilgan yo'l va sifat mezoni asosida yo'lovchi toshish xizmatini tashkil etish belgilangan. Shu asosda bu avtobuslar Nukus shahri ichidagi yo'nalishlarga brutto shartnomasi bilan joylashtiriladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2-3-iyun kunlari davlat tashrifi bilan Gruziyaga bordi. Tashrifning asosiy maqsadi O'zbekiston va Gruziya o'rtasidagi hamkorlikni yanada rivojlantirishdir. Bu so'nggi 23 yil ichida O'zbekiston prezidentining Gruziyaga birinchi oliy darajadagi tashrifi hisoblanadi. Gruziyaga davlat tashrifi doirasida Tbilisi shahridagi Arbinali saroyida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Gruziya prezidenti Mixail Kivalashvili siyosiy kelishuvlar bo'yicha muzokaralar olib bordilar. O'tgan yil yakunlariga ko'ra tovar ayirboshlash hajmi 270 million dollarga yetdi. Qo'shma loyihalar va korxonalar soni ortib bormoqda. Mamlakatimizda Gruziyaning birinchi raqamli banki TBC muvaffaqiyatli faoliyat yuritmoqda. Toshkent bilan Tbilisi va Batumi shaharlari o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri avia qatnovlar amalga oshirilmoqda. Joriy yilning mart oyida O'zbekiston poytaxtida Gruziya madaniyati kunlari muvaffaqiyatli o'tkazildi. Sog'lom kelajak aksiyasi doirasida Nukus shahrida 100 nafar bolaga bepul
operatsiyalar o'tkazilmoqda. Joriy yilning may oyida bolalarni qo'llab-quvvatlash jamoat fondi tomonidan Sog'lom kelajak aksiyasiga start berilgan edi. Unda Turkiyaning tajribali shifokorlari Nukus shahridagi bolalar milliy tibbiyot markazi Orolbo'yi klinikasida 300 nafardan ortiq bolalarni chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikdan o'tkazib, jarrohlik amaliyotiga muhtoj bemorlarni saralab oldi. 29-iyun, 8-iyul kunlari ushbu klinikada Qoraqalpog'istondan 100 ga yaqin bemor bolalarda bepul murakkab jarrohlik operatsiyalari amalga oshirilmoqda. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan yangiliklarimiz mana shulardan iborat edi. Kelasi hafta siz uchun ham, biz uchun ham xushxabarlarga to'la bo'lsin.